Qamoqxonaga Suxarni ko'rgani xotini kelibdi. Suxarikam, xotining seni ko'rgani keldi. Shu payt hammadan ajralib qolgan Suxar Kastel o'zaro gaplashmoqda. Temir tursi kiyib yotish foydasini o'sha kuni bildim. Yana kimdir harakat qilib ko'rmadimi? Qamoqxonada hech narsa deb bo'lmaydi. Shu payt ularning kamerasiga soqchi keldi. Suxar, seni ko'rgani kelishdi. Xotining seni kutyapti. Voy bilin, mani yo'q devoring. 1 soat oldin hammomga teshik sovunim bilan kirgandim. Hazilkash bo'lib ketibsan. Chiq tezroq. Suxar xotini bilan uchrashuvlar xonasiga kiribdi. Salom Suxarikim. Seni mana 5 yil deganda ko'rgani kelyapman. Meni sog'indingmi yoki yo'qmi? Albatta, как положено sog'indim. Keyin men endi Suxarik emas, butun Samarqand noniman. Seni esa yo'lbarsham, semirib mo'ylovlaring chiqib. Suxar, men senga ovqat olib keldim. Ularni hammasini yegin. Keyin senga surprizim bor. Mana bu cho'chqa yog'ini ol. Yo'qot buni. Mana shuni deb o'zi qamoqxonadagi hayotim 2 marta barbod bo'ldi. Keyin Suxar, biz 5 yildan beri ko'rishmadik. Bir romantik oqshom o'tkazishga kelgandim. Romantik oqshom o'tkazish uchun menga kerakli narsalarni olib kelmabsan-de. Suxar, senga nima kerak edi? Ko'nglim tortishi uchun ichishim kerak edi.